hozir mana shu efir orqali bizni tomosha qilib turgan barcha yosh ijodkorlar bo'lishi mumkin yoki eslatamiz yorqin yuzlar xonandalar bo'lishi mumkin. Bitta do'stlikka urg'u beradigan bo'lsak, Qilich akam hamda Ilhom akamni do'stligini ko'rib turibsizlar. Bu bizga ibrat bo'lsa, to'g'rimi? Albatta, 50 yil bu deyarli yarim asr, ozmuncha vaqt emas. Mana shu oilaviy bordi keldishlik ham dedingiz va biz o'tgan dasturlarimizda Ilhom akani turmush o'rtoqlari bilan ham tashrif buyurganlar, chaqirganmiz biz Sanobar Rahmonova bilan. Keling shu haqida ham gaplashsak-da, umuman ijodkorlar oilasida qanday qadriyatlar ko'proq saqlanib qoladi? Xo'p. Haqiqatda ham to'g'ri gapirdingiz. 2 oy bo'lmadi shekilli, 2 oy atrofida bo'ldi. Biz mana shu teleekran orqali yurtdoshlar bilan mana shu oqshomlar ko'rsatuvida ko'rishganmiz. Endi qadriyat avvalo haqiqatda ham oiladan boshlanishi kerak. Men qadriyat deganda bir-birini tushunish, bir-birini hurmat qilish, bir-birini izzat deymizmi? Xullas, bizning oilamiz shunaqa san'atkorlar oilasi, Sanobarxon oilam. Farzandimiz Ixlosbek o'sha musiqa sohasini bitirgan, musiqali sohasini. Musiqachi, ha. Birga uchovimiz o'zimizga oilaviy ansambl deb nom qo'yib olganmiz. Shu oilaviy ansambl. O'sha oilaviy ansambl ichida qadriyati ham bor, hamma yo'g'i bor. Hurmati ham bor, izzati ham bor. Iloyim, hozir eslatganingizga Sanobarxon tabriklab olay deyapman-da, nimada? Albatta. Ha. Bolalariga bosh bo'lsin, o'sha nevaralariga bosh bo'lsin. Ular har doim yonimizda bo'lsa, qadriyatimiz ham bor, ma'naviyatimiz ham bor, hamma yo'g'imiz bo'ladi. Omon bo'ling. Rahmat. Hali ustoz, sizlardan tinglasak, sizni ham ayni shu san'at sohasida davomchilar bormi? Ular haqida bir bizga ma'lumot bersangiz. San'at sohasida yo'q, lekin hammalari san'atni yaxshi ko'rishadi, yaxshi qabul qilishadi, eshitishadi. Endi buni majbur qilib bo'lmas ekan-da. Mana nevaralarimiz ham mana bu sohada endi o'qishda ajoyib emas chiqib qolar endi. Yana hali bor-ku. Nevaralardan, chevaralardan, bolalardan, endi nevaralardan chiqadi degan niyatdamiz endi. Nasib aytganingiz kelsin. Albatta bo'lganda ham siz bilan faxrlanib yuradi. Kamida sizdek ijodkor bo'lishini tilab qolamiz. Yig'lagan osmon emas degan taronangiz bor. Keling shu tarona haqida bizga ma'lumot bersangiz. Bu qo'shig'imiz o'sha yoshligimizda aytganmiz, mana Ilhomjon biladi. 1980-yillar aytilgan qo'shiqda. Endi uni qo'shiqlarda hamma shogirdlarimiz Oxunjon aytgan, Zoillar, Abjal Qo'qonov, Otabek Muhammadzoh, hozirgi ko'p shogirdlar hammasi hozirgilar aytishadi. Farhodjon, Sherali shogirdlarim hammasi Bahodir, hamma Murodjon, hammalar ko'pchilik davom ettiraman desam, qayerga borsam shu qo'shig'ingizni aytsam maylimi dedi. Aytaveringlar deyman. Faqat stesdan chiqarib qo'ymasalaring bo'ldi deb hazillashib qo'yaman. Buzmanglar deyman. O'zini yo'lida bo'lsin deyman. Shunaqa qilib aytib yuribmiz-da mana. Shuncha yil bo'ldi mana. Ovoz ham adashmasam o'zgaradi. Yoshlar o'tishi bilan o'sha period deymiz. Endi yaqinda yangiladik o'sha qo'shiqda o'sha Otabek shogirdimiz Muhammad Zohid shu aranjirovkasini ustoz men qildirib beraman deb aranjirovkani Otabek sovg'a qilib berdi. O'sha o'zi ham aytib yuradi, bilasiz mana. O'shani men ham ovoz ham yaqinda ovoz aytilgan qo'shiqlarimiz. Demak, oxirgi marta tiklandi. Sizning ovozingiz. Yangilab qo'ydik-da endi. Barakalla. Salomat bo'ling ustoz. Sizlarni taronalaringizda tinglash uchun juda ham ko'p bizni teletomoshabinlarimiz oshufta bo'lib turibdi. Keling, navbatni yana sizga bersak-da, sizdan taronangizdan bahramand bo'lsak. Marhamat ustoz. Yig'lagan osmon emas, mening qalbim yig'lagan. Qiynagan hijron emas, seni rashking qiynagan.
osmon emas, mening qalbim yig'lagan. Qiynagan hijron emas, seni rashking qiynagan. Falakni ko'z yoshlari quloq bo'ldi zaminda, mana oshiq yuragim zor intizor taskinga. Falakni ko'z yoshlari quloq bo'ldi zaminda, mana oshiq yuragim zor intizor taskinga. Sen jilmayib o'tib on, bor vujudim yoqursan. Mani ko'zlarim qolib, qay ko'zlariga boqursan. Sen jilmayib o'tib on, bor vujudim yoqursan. Mani ko'zlarim qolib, qay ko'zlariga boqursan. Majnun Farhod yonigani, kuygani kuygan emas. Dunyoda hech kim seni manchalik sevgan emas. Majnun Farhod yonigani, kuygani kuygan emas. Dunyoda hech kim seni manchalik suygan emas. Sevaman degan so'zing qanchalar kutdim janon. Oh nolalarimga aylamaysanmi parvo. Majnun bo'lib qolibman sen bag'ri tosh Layloga. Mana qiynamoq uchun kelgansan dunyoga. Majnun bo'lib qolibman sen bag'ri tosh Layloga. Mana qiynamoq uchun kelgansan dunyoga. Yig'lagan osmon emas, mening qalbim yig'lagan. Qiynagan hijron emas, seni rashking qiynagan. Falakni ko'z yoshlari quloq bo'ldi zaminda, mana oshiq yuragim zor intizor taskinga. Falakni ko'z yoshlari quloq bo'ldi zaminda, mana oshiq yuragim zor intizor taskinga. Zor intizor taskinga. Mana oshiq yuragim. Bravo. Rahmat, rahmat. 70 kirsa ham yuragim oshiqman urar ekan. Qoyil. Sizga o'xshaydi. O'zi bor bo'ling. Hozir o'zingiz aytgandek, Ilhom aka, qo'shiqni asosiy kuchi, asosiy quroli bu so'z hisoblanadi, ya'ni she'r. Ayni mana shu taronangizni she'rlarni kim yozib bergan, Qilich aka, ustoz? Shu Shokirjon degan bizni Halmiyonda
maktabda o'qituvchi bo'lib hozir pensiyaga chiqishdi u yigit. Aha. Pensiya ancha bo'ldi yozilgan. O'sha kishi yozgan. Bu taxminan o'tgan asrda bo'lyapti deng. Ha, endi o'tgan asrda kitoblari chiqqan, tashlab ketishgan. O'sha maktabimizda foydalanib turamiz she'rlaridan. U kishini boshqa she'rlardan ham Bor, foydalangansiz. ham bor. Ustoz sizchi? Ilhom aka? yo'q bu savol menga emas. Foydalanmagan. Yo'q, yo'q. Endi qo'shiqlari esimda yo'q hozir. Endi qo'shiqlarni aytganmiz. Ko'pdan Bor, foydalangansiz. foydalanganmiz. Hoy. Alinaxon? Albatta biz hozir ustoz shogird an'analar haqida ham juda ham ko'p gaplashdik. O'zi masalan shogirdlar tanlaydi deyishadi ustozni. Mana shu sizni ham shogirdlaringiz bir sahnada sizni e'tirof etib tanishtirishgan ekan. Adashmasam shu voqea bo'lgan, to'g'rimi? O'shanda bir qanday his tuyg'u bo'lgan ustoz? Doim aytamizki, ustozni shogirdlar edi. Biz mana shogirdim to'g'ri aytib, ustoz deyoradi bizga. Lekin shogird endi ustozni o'zi tanlaydi-da, meni ustozim deb. Sababi Oxunjon endi mening butun qo'shiqlarimda, o'sha birinchi qo'shiqlarimda bir 20 ta audio kaseta bo'lar edi. O'shanda 20 ta qo'shiq bo'lsa, 18 tasi shu meni qo'shig'im bilan chiqqanda qo'shiqlarni yozib boshlanish o'sha nima shu yig'lagan osmon emas, Shahmardonda bodom gullagan, ohu bog'landi aytdim qo'shiqlarmi? Avvali do'stlari kelsa, kelmasa bolam. Qo'shiqlar shularni aytib, shu Oxunjon birinchi kasetasi chiqqan. Endi Oxunjon yoshligi biznikida katta bo'lgan, o'zimizni haqiqatda shogirdimiz. Men ham tan olaman, u ham tan olardi. Shunaqa edi endi. Ilhomjon mana guvoh, oramiz ko'p orada hamsuhbat ham bo'lib, gaplarimiz bo'lardi o'sha paytda. Oxunjonni ham yoshida olib borardim. Mana birga gap yerdik. To'g'ri. Oxunjon Qilichbekni ko'plab ashularni aytgan. Masalan, meni qo'shiqlarimdan ham aytgan Oxunjon. Endi oxiratlari obod bo'lsin. Haqiqatda ham shogird ustozni tanlashi mumkin-da. Hozir to'g'ri gap bo'l. Mana shu odam meni ustozim deb tanlashi mumkin. Bu bor narsa qoida. Bunga ham yurak kerakda, hamma ham aytavermaydi. Ana u meni shogirdim deya olmaysiz-ku. Endi siz aytmoqchi yurak kerak. Haligi o'rgan olgandan keyin boshqa ishlar qilmaslik kerak, ashulalarni ham aytib. Ha? Endi oqshomda odamlarning kayfiyatini buzmaylik, chiroyli gaplardan chiroyli gaplardan gaplashaylik. Shirin tushlar ko'rib, yaxshi dam olishlariga biz yaxshi sabab musiqa bilan, yaxshi suhbatlar bilan, yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yaxshi kayfiyatda albatta. Mana hozir taqdim etayotgan taronalaringizni hammasini tinglab, xuddi alladek ularga eshitilishi kerak. Ko'rsatuv tugash bilan bo'ldi, men yotib uxlayman. Ilhom akaga ham, yaxshi kayfiyatda, yaxshi taassurotlar bilan. Kerak bo'lsa sizlarni tushlarda ham ko'rsin. ilohim. Albatta. Hozir aytib o'tyapmiz, juda ham ko'p qo'shiqlaringizni, taronalaringizni hozirgacha yosh xonandalar, san'atkorlar kuylab kelishadi. Hattoki buni Ilhom Jo'rayev kuylagan degan paytda ham, yo'q, Alo ham kuylagan yoki boshqasi kuylagan. Bunday degan bir tushunchalar bo'lgan. To'g'ri. Siz bunga qanday qaragansiz, ustozlar? Qilich aka, siz ham. Boshida aytdik-ku. Hech bir alam qilish, "Men aytganman u qo'shiqni" deydigan bir. Yo'q, shu endi yana muxlislarda nimasiga tegib qolmaylik deyapman-da. To'g'ri aytyapsiz hozir Ilhomjon. Nima keragi bor edi? To'g'ri aytyapti. Bir xilliganlari o'zimni qo'shig'im deganlar ham bor-da. Ayniqsa menikini bilmayman. O'sha Alloh beraveradi nima? Maqsud opam yozgan 92-yilda. Uni teshda odam aytib, o'zimni qo'shig'im deganlarni ham bildik. Uni hamma bilib bo'lgan-ku. Ayniqsa men qo'shiqni vodiyda o'sha paytda nima deysiz, hozir xit qilib nima deydi uni? Xit qilib bo'lganmizda hamma xit bo'ladi. Endi bag'dab endi meniki degan bilan uni ustidan o'zini kulgiga qoldiradi. Endi o'xshayim kelmaydigan qo'shig'imda ham shunaqa ko'p bo'lgan. O'sha Qarshida ham bo'lgan, Jizzaxda ham bo'lgan, shunaqa ustiga borib bo'lganman men o'zimniki deb aytgan paytlarida. Boshlarda shunaqa bo'lganda. Endi ustozimizniki deb qo'ysa, o'ziga ham yaxshi, bizga ham yaxshi. Tan olish ham mardning ishi. Rost shuni sunasini aytib qo'ygan yaxshi. O'shanda o'zini ham obro'sini ushlab qoladi. Hozir aytyapman-ku, kavlasak gap chiqib ketib qoladi. Bilaman. Bizni qo'shiqlarimizni oltin fontga yozib qo'ygan odamlar ham bor. Endi mayli. Xalqni aldab bo'lmaydi, to'g'rimi? Ular xalqni aldab bo'lmaydi degan so'z. To'g'ri. Bitta
juda yaxshi odamimizni gapi bor bitta. Mayli deydi. Ha. U ashulani o'zimniki deb aytaversin. U ashulani egasi kimligini hamma biladi-yu deydi. To'ppa. Shunga o'xshagan gap. Yep. Mayli, aytishaversin, omadlarini bersin. Faqat buzmasdan Aha. egasini hali bechora xizmat qilganda e'lon qilib qo'ysin bir ozam shu odamni qo'shig'i, shu odamni she'ri. To'ppa-to'g'ri. O'shunda qoidaga to'g'ri keladi. Rahmat. O'zi Ilhom aka Jo'rayev biroz achitib gapiradi, to'g'ri tushunasizlar. Do'st achitib gapiradi deganlardek, rahmat ustoz bor bo'ling. Nima deydi? Biz yana Navoiyga qaytamiz. Bizni xursand qilgan narsa ustoz Ilhom aka Jo'rayev bugun bir emas, ikkita tarona tayyorlab, primer tarona tayyorlab berganlar. Ularni ikkalalari ham adashmasam Navoiy asarlariga murojaat qilingan. Musiqasi adashmasam o'zimniki dedingiz-a? Yo'q. Endi buni Ma'lumot musiqasi berasiz. Navoiy g'azali bilan bo'lmish. Bu Orifxon Xatamov musiqasi. Aha. Endi biz ham yoshlik qilib sal zamonaviylashtirganmizmi? Aha. Endi agar xato qilgan bo'lsak, uzrimizni qabul qilasizlar. Ala. Qani? Bizni shaydo ko'ngil bechora bo'lmish. Hey, tinglaymiz. Malomat dashtida ovora bo'lmish. Bizni şeyda könül beşara bulmuş Malamat daştida avara bulmuş Malamat daştida avara bulmuş Anya baskim yağar taş üstüge taş Anya baskim yağar taş üstüge taş Tanida yar üzre yar bulmuş Tanida yar üzre yar bulmuş Ulardadan beden harağa başın Ulardadan beden harağa başın Süngekler anda para bulmuş Bana tağ ara Yotkanda bimar Xırat sinca buharı Xara bulmuş Xırat sinca buharı Xara bulmuş Qildin ishun kim ro'zg'oriyam Aning ham ro'zg'ori qona bo'lmish
خورشید قانکم غمیدین سرشکم کل کبیر سیار بولمیش نوایی چاره دین خوب دیم سوسکی نوایی چاره دین خوب دیم سوسکی غمینge çaresizlik çare bulmuş غمینge çaresizlik çare bulmuş غمینge çaresizlik çare bulmuş Katta rahmat. Rahmat ustoz. Qani ustoz, fikringizni ayting. Mana juda chiroyli qo'shiq bo'libdi. Havas qildik, sog' bo'lsin, yana ham ko'paytirishsin. Rahmat ustoz, rahmat. Yana bir murojaat qilasiz deb kutamiz sizdan. Hali yangiliklarni ayni Navoiyning g'azallariga, ruboiylarga, ko'p asarlarga e'tibor bergan holda ularga murojaat qilib, muxlislarni yana xursand qilasiz degan umiddamiz ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Bundan ularda hali nechta mingta g'azali bor, necha mingta demoqchiman. Hali bu g'azallarda juda ko'plab mana do'stlarimiz, xonandalarimiz, hofizlarimiz ashula qiladi degan umiddamiz. Agar rahmat ustoz, rahmat. Bu boylikdan shunchaki foydalanish kerak. Buni tushunish kerak, bilish kerak, ko'ra ola bilish kerak. Buning uchun rahmat. Sizlar esa ana shunday ustozsizlar. Sizlardan keyin mana shunday shogirdlar shakllanadi degan umiddamiz. Bugungi tashrifi uchun, mazmunli suhbat uchun, qaysidir ma'noda bir bizga ibratli bo'lgan masalalar uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz ustozlar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hali biz sizlarni yana kutib qolamiz. To'g'rimi Alinaxon? Albatta studiyamizda yana yaqin kunlarda kutib qolamiz va keyingi dasturlarimizda duet tarona ham sizdan tinglashni Bu iltimos. albatta xohlagan bo'lardik. tayyorlab kelamiz. Bor bo'ling. Demak, va'dani oldik. Va'dani oldik. Aziz tomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 1,5 soat mobaynida sizlarni xursand qilgan bo'lsak, biroz ma'naviy oziqa taqdim eta olgan bo'lsak, biz oliy maqsadimizga erishdik. Albatta, dastur yakunida esa chiroyli tarona bilan Albatta. dasturimizni Ustoz yakunlaymiz. Kechakani, O'zingizni ehtiyot qiling, taronalar sog' bilan salomat bo'ling. Yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zimga yarasha holim bor, birovlar mehrimni bilmaydi. O'zimga yarasha holim bor, birovlar mehrimni bilmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Yigitman ko'ksimda orim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Osmonda yurganga o'xshayman, ba'zilar nazarga ilmaydi. Osmonda yurganga o'xshayman, ba'zilar nazarga ilmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi. Hattoki do'stlarim boshqacha, birovga o'xshagim kelmaydi.
Oddiyroq odamni suyaman, g'iybatlar quloqqa kirmaydi. Oddiyroq odamni suyaman, g'iybatlar quloqqa kirmaydi. Sevsam ham telbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Sevsam ham telbadik sevaman, birovga o'xshagim kelmaydi. Deb yaralgan Xudoyim xohlasa tinmaydi. Tilim ko'p qo'shiq deb yaralgan Xudoyim xohlasa tinmaydi. Birovlar qo'shig'in so'ramang, birovga o'xshagim kelmaydi. Birovlar qo'shig'in so'ramang, birovga o'xshagim kelmaydi. Odamlar jonimga tegmaydi. Kimnidir sog'inib yashayman, odamlar jonimga tegmaydi. Ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi. Ulg'ayib o'stirgan vatandek birovga o'xshagim kelmaydi. Dovonlar oshaman yo'lim bor, ko'ksimda armonlar gullaydi. Dovonlar oshaman yo'lim bor, ko'ksimda armonlar gullaydi. Bir boshda bir marta o'lim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Bir boshda bir marta o'lim bor, birovga o'xshagim kelmaydi. Birovga o'xshagim kelmaydi. Birovga o'xshagim kelmaydi.